Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz preskimiz tayyor bo'ldi. Bugünkü sanagesi 2025-yil 16-may kuni topshiryapmiz. Bu preskimiz razmeri vakillariga ko'rsak 180 280 bo'ldi. 2 mostli yarim kril bo'ldi bu. Bu Xorazm viloyati Gullang tumanidan berdik. Presk ma'qul bo'ldimi, biroq? Ma'qul. Ko'ngildagi bo'ldi chiqma. Parkovlari o'zlarida boradi. Necha so'm oldingiz? 15 million. 15 millionga berdik. Bu o'rta 50 sm. Kontener listdan qo'yib berdik. Qalin baquvvat kontener listlarda. Reshotkasi 70 bo'ldi. 120 bo'ldi polda. Polan 3 o'tkazdik. Yana shamollasa ina bu strategiyasi. Ina polan 3,5 cmlik qalin poldan qilib berdik. Yana yarim kire. Elde açıladigan bo'lsa, buni elde tarafa. Ramlari shu yildir oldu. Ramlari shu yildir bo'ldi. Stoplar ham yaxshi stoplarda. Buroy torvalar bilan 76lik buroy torva, rossiyskiy strumenkalar bilan, yana 14lik Kobalt diska balon bilan qo'yib berdik. Yarim kril bu. Yana elde ochiladi. O'zlarining yana farkoplari bor edi. Bu narsasini olib kelib berdilar. Farkopini qo'yilgan edi. Elektromontajlarini mana bu yerda dokumentlari bilan, shu spravka dokumenti bilan beramiz. Mana mol bayrag'lar ham bor. Kim shunday presslarga kelsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Xudo xolasa ham ham topshiramiz shu razmerda. Egasi keldi uni. Egasi keldi mana. Kim shunday presslarga kelsa, tayyor presslarimiz ham bor. Press ko'p. Optim joyiga kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.